Keliyoruz hocam. Boshladik yana syomkamizni. Biz hozir Severniy mikrorayoni, Buxoro shahar Severniy mikrorayon. Aniqroq qilib tushuntirganda, shu shahrimizga 3 ta katta kirish yo'nalishi, garyachi deydi, qizil kirish yana shu yo'li deydi. O'zimning tilimda aytmoqchiman. Nimaga bunday deyapsiz desa, mana shu kirish qismidagi yo'l yo'nalishidagi to'liq turar binolar yaxshi daromad keltiradigan joy demoqchiman. Joy juda ham qimmat demoqchiman. Mana shu ko'rinishdagi imoratlarimizni bitta ko'rsatgan, ko'p qavatli imoratlarimiz qad ko'tardi. Xudo xolasa yaqin orada mana shu imoratimiz ham xuddi shunaqangi ko'rinishga keladi degan umidda biz buni albatta jonlantirish sizning qo'lingizda. Bizni o'zi ko'rsatib o'tadigan variantimiz 15 tuq yer maydoniga qurilishi tugallanmagan mana shu ko'rinishdagi binomiz sotuvda. 15 tuq yer maydoniga nimalar kiradi? Buni albatta kattagina market yoki bo'lmasam ishlab chiqarish yo'q bo'lmasam qanaqangidir brendingiz bo'lsa shundoqqina taqib biznesingizni boshlashingiz uchun yaxshigina o'zingiz tiklashingiz mumkin. 3 qavatga ruxsat berilgan deb aytishyapti endi qurilishimiz egalari. Xudo xolasa uni hujjatlarini albatta ko'rib chiqdik. Hamma hujjati joyida. 15 tuq yer maydoni, orqa tomonida ikkita kottej uchun yarim qurilishgacha olib kelib qo'ygan, joylarigacha qilib qo'ygan. O'sha ikkita kottej uchun alohida bolalar uchun maydon alohida qo'yib ketilgan, joy tashab ketilgan. Buni albatta kelib o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Joy juda ham zo'r. Severniy mikrorayon, Severniy mana shu bozorchamiz Kapilkani yonida joylashgan. Aniqroq lokatsiya o'sha ko'p qavatli imoratlarimizni yonginasida joylashgan ushbu obyektimiz sotuvda. Yaqinlaringizga tarqatinglar, juda ham yaxshi qurilishga ega bo'lgan, mana shu yaxshi fundamentga ega bo'lgan qurilishimiz sotuvda hozir bizda. Egalarining aytishlari bo'yicha aka qurilishni men adashmasam 5 qavat, 6 qavatga mo'ljallab fundament qilganman degan gaplarni qildi. Demoqchimanki, fundamenti juda ham baquvvat ekan. Shaxsan o'zim ko'rib chiqdim. Kattagina parkovkasi mana shu qizil zona deyshadi. Kattagina sizga parkovka uchun ajratilgan joyi juda ham zo'r joyda joylashgan. Faqat ushbu qurilishimizni davom etib o'zingizning yo'nalishingizga ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Birovga siz ham tavsiya qilib jo'natib qo'yishingizni so'rab qo'yaman. Albatta like bosib tarqatinglar. Bunaqangi joy har zamonda chiqmaydi. Narxini nimaga aytmadingiz degan gaplarni qilishadi. Endi 15 tuq yer maydoni kichkina maydon emas. Hozirda 2-qavati qurib bitkazilgan, 3-qavatga tayyorgarlik ko'rilayotgan holatda pul zarur, juda ham zarurligi uchun juda ham kelishib beraman degan gaplarni qildilar. Orqasida esa Ozodjon sizga bitta ko'rsatgandir. Chiroyligina imoratlarimiz qad ko'targan ko'cha yo'l yo'nalishiga, ikkita chiroyligina kottej uchun ajratilgan joyi yarim tayyor, yarim qurilishga ega bo'lgan kottejimiz ham qo'shib beriladi. Albatta hammasini ma'lumotini yetkardik degan umiddaman. Sizga yetkazib bera olmagan ma'lumotga albatta raqamlarni qo'yib beraman. O'zlari bilan kelishib, baraka qilib, maza qilib faoliyatingizni boshlang. Like bosib tarqatishingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.